Mana hozir obyektimizga keldik. Bizda mahsulot ketdi, bo'ldi degan narsa yo'q. Kelib, mahsulotimizni ko'rib, sifatlarini ko'rib, nazorat qilib turamiz. Hozir doimiy klientimiz To'lmasjon aka ustakamiz oldiga keldik. Fikrlarimiz ishtamiz hali. Assalomu alaykum, To'lmasjon aka, yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Aka, mana Inoriya mahsulotimizni Sirusi bilan travertin lakini aralashtirib sepyapsizlar ekan. Hali aka mahsulot sizlar o'ylagan darajada effekt beryaptimi? Hop, mahsulotga gap yo'q, zo'r. Biz o'ylagan effektni beryapti, chiroyli narsalar. Klientimizga ham ma'qul kelyapti bu narsalar hammasi. Hop, ancha yildan beri shu narsalar ishlatyapmiz. Zo'r, muammo yo'q, xudo xolasa. Bu hozir endi travertindagi muz effekti degani shu bo'ladi, to'g'rimi? Shu bo'ladi. Shu attachentoga lakni qo'shib turib, travertin lakni qo'shib turib, mustahkamroq, baquvvatroq bo'lish uchun ikkovini bir-biriga aralashtirib surtilyapti. Mana o'zlaring ko'rdilaring, ustakamizni gaplarini ham eshitdilaring. Sizlarga ham shunaqa sifatli, yaxshi mahsulotlar kerak bo'lsa, ustakalar Donaga ham, Optimga ham hamkorlik qilaveramiz.